Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Fransiyaning dongliq tantarbiya buyumlarini parcha setish shirkati bo'lgan Decathlonning Uyg'ur majburiy emgaki chetishli Xitoy shirkatlariga mal zakaz qilganligi va Decathlonni mal bilan ta'minlovchi bu Xitoy shirkatlarining davlat homiyligidagi Uyg'ur eshincha yezamga kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirish orqali nomrodlikdan qutqizish programmalariga qatnashganligi oshkorlanib, Fransiya taratqularida qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan. Dunyodagi 70 dan ortiq davlatda 1700 dek tarmoq do'koni bo'lgan va fransuz xalqi mahsulotlarini yoqtirib setib olgan Decathlon navbatda kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqid obyekti bo'lmoqda. Shundaqla Fransiya va Yevropa ittifoqining Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlariga qarata nishonliq cheklash tadbirlarini elishi talab qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Fransiyaning Deslos va Fransiya 2 nomli ikki axborot kanali Decathlonning Xitoydagi mal ta'minlovchi shirkatlarining mahsulotlariga Uyg'ur paxtasi ishiltish va Xitoy hukumatining Uyg'ur yez eshincha emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirish turlariga qatnashish ahvoli ustidan tekshirish ilib berib, bu shirkatlarning bu turlar bilan bo'lgan bog'lanishiga munosabatli dalillarga erishgan. Dokladda qayd qilinishicha, bu ikki axborot kanali Decathlonning Xitoydagi mal ta'minlovchisi bo'lgan Qingdao Jifa shirkatida tekshirish ilib berib, bu o'rinda Uyg'ur ishchilarining ishlaydiganligini bayqamagan bo'lsa-mu, ammo bir shirkat xodimi mahsulotlarga Uyg'ur paxtasi ishlatilganligini dalillagan. Shuningdek yana Qingdao Jifaning Qashqar viloyati Yangsar noyisidagi tarmoq mal ta'minlovchi shirkati bo'lgan Xinjiang Shirong shirkati bilan bo'lgan munosabati Xinjiang Shirongning atalmış kasbiy mahorat tarbiyasi va yezishincha emgak kuchlarini yo'tkab ishiltish turlariga ishtirok qilganligiga oid dalillarga erishgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Alovdin apandi qurultay tarafidan bu haqda 7 fevral e'lon qilingan bayonotda xalqaro shirkatlarning Xitoy hukumati tarafidan Uyg'urlarga yurgizilayotgan majburiy emgak sistemasiga sherik bo'lishi kishini haqiqatan cho'chitadi. Xitoy bilan tijoriy aloqasi bo'lgan bu shirkatlarning ular bilan sherik bo'lgan muddatcha har vaqt majburiy emgak bilan chetishlik bo'lish ehtimolligining yuqori ekanligini unutib qolmaslik kerak degan. Bayonotda yana mundaq deyilgan: Jifa guruhi Xitoy hukumatining qattiq zarb berish harakatining aktiv bir qismi bo'lib, atalmış ishga o'rinish orqali Uyg'urlarni Xitoy tarafidan majburiy emgakka soldiganligini, ishlashni rad qilganlarning turmaga solindiganligi yoki jazo lagerlariga avatilish xavfiga duch keldiganligi. Tekshirishda Amdilla 16 yoshga kirganda Yangsardagi bir kasbiy maktabdan Jifa xizmat qabul qilingan Uyg'ur qizi Fatima Baxt Delosning bayqalganligi bildirilgan. Kishini cho'chitadigan bu oshkorlanish Decathlonni yaqinqi yillarda Uyg'ur xalqini sistemlik bostirib majburiy emgakka selayotgan Xitoy hukumati bilan hamkorlashgan xalqaro shirkatlar tizimiga kirgizgan. Bu ish Yevropa Komissiyonining Temo va Shein qatorli shirkatlarning majburiy emgakka chetishlik arzon baholi tovarlarining Yevropada zo'r darajada umumlashish natijasida elektronlik savdo orqali to'van baholi importni cheklash to'g'risidagi uqtirishdan uzun o'tmaylam oshkorlangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotida Decathlon shirkatiga chaqiriq qilib tovankilarni talab qilgan. Uyg'urlarning majburiy emgakiga munosabatlik barliq mashg'ulot va hamkorliklarni darhol to'xtatish, ta'minlash zanjiriga aloqador oshkora va ochiq tekshirish elib berish, bu ishga ko'ngil bo'layotgan dunyo jamoatchiligining nazoratini qabul qilish va yana bir qatim o'xshash setchiliklarning qayta sodir bo'lishining oldini olish uchun zarur bo'lgan barliq tadbirlarni elish. Buningdan boshqa bayonotda yana xalqaro jamoatchilikni Decathlonga o'xshash xalqaro shirkatlarning Uyg'ur majburiy emgakiga chetilganligi uchun javobgarlikka tortishga, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni, Yevropa ittifoqining majburiy emgak ko'rsatmasi qatorliq majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan tovarlarni import qilishni cheklaydigan qonunlarning to'liq yo'l qo'yilishiga kafolatlik qilishiga va yer shari ta'minlash zanjiridagi kasbiy axloq qoidalarini ilgari suradigan tashabbuslarni qo'llashga chaqirib, Dunyo Uyg'ur qurultayining har vaqt Uyg'ur xalqining haq-huquqi va izzat hurmatini qo'g'daydiganligini va barliq tashkilotlarning faoliyatlarida kishilik huquq va kasbiy axloq o'lchamiga rioya qilishga chaqiradiganligini bildirgan. Aloqador dalillarni analiz qilish va tekshirishga qatnashgan Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Adrian Chens 7 fevral Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, mundaq dedi: Decathlonning muhim ta'minlovchilarining biri Qingdaoni baz qilgan Qingdao Jifa guruhidir. Qingdao Jifaning Sharq Turkiston bilan bo'libmi Xinjiang Shirong to'qimachilik guruhi bilan ta'minlash va ta'minlanish aloqasi bor. Bir jihatdan Qingdao Jifaning Uyg'ur paxtasi ishlatilganligi shirkat xodimi va yoshirin tortilgan bir video orqali dalillangan. Adrian Sensning ko'rsatishicha,
Шинжаң Ширong to'qimachilik guruhi Xitoyning Uyg'ur emgak kuchlarini yo'tkash bo'yicha nishonliq yordam berish turiga qatnashgan ekan. Adrian Sens mundaq dedi. Ikkinchidan, Шинжаң Ширong Sharq Turkistonning o'zida mashg'ulot qiladigan korxona. U emgak kuchlarini yo'tkash bo'yicha nishonliq yordam berish turiga qatnashgan. Uning kasbiy mahorat o'tir texnikum o'quvchilarini korxonalarga praktikaga avatish turi bilan bog'lanishi bor. Bular Qashqarning Yangisar noyasidagi Uyg'ur kursantlar bo'lib, biz ularning qandoq besimga uchraydiganligi va bu besimning mazkur shirkat tarafidan bo'ldiganligini bilamiz. Adrian Sensning ko'rsatishicha, navbatda dalillar Mashinroyning hukmronligidagi mustamlika ostidagi Sharq Turkiston emgak kuchlarini yo'tkash, Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga yo'llash ahvoli kuchayganligini ko'rsatmoqda ekan. Adrian Sens mundaq deydi. Mashinroyning siyosati bo'yicha yo'tkalgan emgak kuchlarining soni ko'paygan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning boshqa o'lkalarga yo'llangan Uyg'urlarning soni mo ko'payganda qiladi. Umum jihatdan olganda bu hukumatning intayin cho'ng siyosiy o'rinlashtirishidir. Uning siyosiy maqsadi Uyg'urlarning turmushini o'zgartirish, Uyg'ur jamiyatining tabiiy holatini o'zgartib, ularni butunlay qayta shakllantirishdir. Biz buning uchun ularning nihoyat jiddiy siyosiy tirishchilik ko'rsatganligini ko'rmoqdamiz. 2 ayning 8 kuni Angliyadagi Uyg'ur, Tibet, Hongkongliklarning demokratiya va kishilik huquq tashkilotlarini o'z ichiga olgan 30 ga yaqin tashkilot Londonda Xitoyning darajadan tashqari elchixona qurish planiga qarshi keng ko'lamli namoyish olib borgan. 8 fevral tushdan keyin London markazidagi Royal Mint Courtning kesishma binolar maydonida necha minglagan namoyishchi Xitoyning bu joyda g'oyat zo'r ko'lamdagi elchixona qurishiga qarshi namoyish qilgan. Namoyishchilarning ko'p qismi Hongkongliklardan tashkil topgan bo'lib, ular maxsus mashina bilan namoyish maydoniga to'shib kelingan. Namoyishni tashkilotchilarning bildirishicha, bu namoyishga taxminan 4000 odam qatnashgan. Namoyishchilar Londondagi muhim tarixiy o'rin bo'lgan Xalliq pul qo'yish zavodi rayonida Xitoyning yangi elchixona silish planiga qarshi turgan. Shundaqla Angliya hukumatidan bu planni tasdiqlamaslikni talab qilgan. Bu namoyishga Angliyadagi siyosiy arboblar qatnashgan bo'lib, Angliya parlament a'zosi Sobiq davlat xavfsizlik ministri Tom Tugendhat, Emgak partiyasining parlament a'zosi Blair McDougall va Adliya ministrligining sekretari Robert Jenrick, Konservativlar partiyasining sobiq a'zosi Duncan Smith qatorliqlar namoyishchilarni qo'llagan ham so'z qilgan. Tom Tugendhat namoyish qilgan so'zida mundaq degan: Xitoy Kompartiyasining Tibet, Uyg'ur va Hong Kongda ilib borgan qilmishlari dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarning, jumladan Tibetlar, Hongkongliklar, Uyg'urlar va boshqa kishilarning qarshiligiga duch keldi. Chunki Xitoyning qilayotganlari bostirish va zulm. Mana hozir Londonning shahar markazida namoyish boshlanib ketdi. Bu joyda Xitoy elchixonasi mavjud bo'lmasligi kerak. Bizga bu yerda Xitoy Kompartiyasining cho'ng elchixonasi lozim emas. Namoyish qitilgan Angliya parlament a'zolari yana Angliya istixborot organlarining andishisini o'ttirib qo'yib, Londondagi bu tarixiy joyga Xitoy elchixonasi silinib qolsa, uning Xitoyning eng cho'ng josuslik markaziga aylanganligini, u holda uning Hongkongliklarga emas, Uyg'ur va Tibetlarga, hatto Angliya fuqarolariga tahdid paydo qilganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2018 yilda Londondagi bu avod joyni, ya'ni 200 yillik tarixga ega Xalliq pul qo'yish zavodi o'rnini setib olib, elchixona salmoqchi bo'lgan. Bu elchixonaning ko'lami asldagi elchixonaning 10 hissasiga to'g'ri keladigan bo'lib, agar qurilish tamomlansa, u Xitoyning chet eldagi eng cho'ng elchixonasi bo'lib qoladi ekan. 2024-yilning oxiri London shaharlik soqchi idorasi bu yerga g'oyat zo'r ko'lamdagi elchixona selishga mos kelmaydiganligini o'ttirib qo'yib, Angliya hukumatining bu planni tasdiqlamasligini talab qilgan. Amaliyat shuki, bu yil 1-oyda Angliya Ichki ishlar vazirati va Tashqi ishlar vazirati soqchi tarafning bu iltimosini rad qilgan. Amaliyatda yillardan buyon bu qurilish Angliya xalqining qarshiligiga duch kelgan. Shundaqla Angliya bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik masalaga aylangan. Londondagi bu namoyishni tashkillashda aktivlik bilan kuch chiqargan Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat nomli tashkilotning boshlig'i Rayma Mahmud xonim bu namoyish haqida ma'lumot berib, mundaq degan: Asosliq bizningki bu hukumatga bo'lma soqchiga isbotlaydiganimiz bu yerda agarda elchixona salsa mushundaq cho'ng ko'lamlik namoyish qilib qolsak bexatarlik jihatdanmi har jihatdan mumkin emasligi. Shuning uchun bu o'rinninki birinchi Angliya o'zininki bexatarligiga, ya'ni uchur har jihatdan Xitoyninki ishbiyonlik qilish nimasiga nayti foydaliq osonlik yaratib berish ehtimolligining kinoyti cho'ngligi, yana birisi
mening asosliq nutqimda so'zlaganim Xitoyninki hozir eng yuqori texnikalari orqali bizning Uyg'urlarga qaratilayotgan siyosiy qirg'inchilik, undan keyin o'xshash shu yuqori texnikalik uskunlar orqali kamera, ovoz tonish degandek butun shularninki Angliya o'ziniki elchixonasi bo'lgandiki uni chekleyolmaydi. Buningda manga o'xshash va nurg'un Xitoy hukumatiga qarshi faoliyatchilarninki bexatarligiga anayt cho'ng ta'sir bo'lganligi. Anonki Angliya hukumatining o'zining ya'ni inson haqlarini biz eng yuqori darajada qo'g'daymiz degan va'dasiga ixlof bo'lganligi. Degandek shu asosli shularni qaytadan esiq soldik. Londondagi bu namoyish intayin yuqori kayfiyatda ilib berilgan bo'lib, Angliya xalqining Xitoyning Yevropada kundan kunga zo'rayotgan iqtisodiy va siyosiy ta'siriga bo'lgan kuchli noroziligini namoyon qilgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.